O'zini o'zi o'zgartirgan miya haqida bilishni istasangiz, meni diqqat bilan tinglang va bugungi mashqni ham parallel ravishda bajaring. Bugun challengeimizning 10-kuni va bugun mana shu harakatlarni bajaramiz. Demak, bu voqea London taksi haydovchilari bilan bog'liq. Nima uchun aynan ular? Chunki siz agar Londonga borsangiz va taksi to'xtatsangiz, manzilingizni aytasiz, haydovchi esa hech qanday moslamalarsiz, kartasiz, GPSsiz sizni aytgan manzilingizga yetkazib boradi. Ya'ni xaritani u miyasida tuzadi va bunga ular 4 yil davomida o'qitilgan bo'ladi va maxsus imtihondan o'tgan bo'ladi. Olimlar bu borada tadqiqot olib borishadi. Ya'ni ishtirokchilarni 3 guruhga bo'lishadi. Birinchi guruh 4 yil davomida o'qigan va imtihonni muvaffaqiyatli topshirib, haydovchilik guvohnomasini olgan. Ikkinchi guruh 4 yil o'qigan, ammo imtihondan o'ta olmagan. Uchinchi guruh umuman o'qimagan, haydovchilik ham qilmaydigan guruh. Mashqni biroz murakkablashtiramiz. Mana bu harakat bilan biz mashqimizni murakkablashtiramiz. Demak, ishtirokchilarning barchasi miyasi tasvirga olinadi 4 yil avval va 4 yil keyin. So'ng miyaning gipokamp qismi solishtiriladi. Nima uchun gipokamp? Chunki u miyamizda geolokatsiya vazifasini bajaradi. Ya'ni mo'ljal olishimiz, xotira, shunga o'xshash vazifalarni bajargani uchun. Demak, umuman o'qimaganlarda gipokampda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. O'qigan, ammo imtihonni muvaffaqiyatli topshira olmaganlarda ozgina kattalash kuzatiladi. O'qigan va muvaffaqiyatli topshirib haydovchilik guvohnomasini olganlarda esa gipokamp sezilarli darajada kattalashgani ko'rinadi. Bu yerda miyaning tuzilmaviy neyroplastiklik xususiyati aniqlanadi. Mana shu tarzda murakkablashtiramiz va davom etamiz. Demak, miyaning tuzilmaviy neyroplastiklik xususiyati miyaning tuzilishini o'zgartirish xususiyatiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu nima degani? Ya'ni biz necha yoshda bo'lishimizdan qat'iy nazar, miyaning tuzilmaviy neyroplastiklik xususiyati ham ishga tushadi va bizni kognitiv salomatlikka erishishimizga yordam beradi. Ya'ni bo'ldi, miyam qotib qoldi, yoshim katta, endi miyamga hech narsa kirmaydi demasdan, miyangizni rivojlantirish ustida, uni salomatligi borasida ish olib borsangiz, mashqlarni bajarib borsangiz, albatta maqsadingizga erishasiz. Mashqimizni yakunlaymiz. Aziz do'stlar, agar bugungi mashqlarni bajara olgan bo'lsangiz, izohlarda har doimgidek plus belgisini yozing va agar sizga mana shunday ilmiy hikoyalar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.